Ushbu video barcha o'zini sog'lig'iga e'tiborli bo'lgan odamlar uchun. Ya'ni siz sog'lom bo'lasizmi yoki kasal bo'lasizmi, har doim yurak qon bosimingizni va yurak urish sonini nazorat qilishingiz kerak. Sizni hech narsa bezovta qilmasa ham, yuragingiz nechta urayotganini, qon bosimingiz nechiligini bilib yurishingiz kerak. Ba'zi bir holatlarda mana shunaqa yashirin kasalliklar bo'ladi. Ya'ni kasal hech narsa bezovta qilmaydi, lekin kasalda aritmiya boshlangan bo'ladi. Yoki kasallik hech narsa bezovta qilmaydi, kasalning davleniyasi 140-150 ya'ni oshgan bo'ladi. Shu uchun uyingizda opa-singlingiz bo'ladimi, ota-onangiz bo'ladilarmi, har doim davleniya o'lchaydigan termometr bo'lishi kerak va pulsni o'lchaydigan pulsoksimetr bo'lishi kerak. O'zi bu uskunalar arzimagan summa turadi. Qachonki har bir oila a'zongizni qon bosimini, yurak urishini nazorat qilsangiz, ularda bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz. Oddiy metod. Davleniyani o'lchab turish kerak, pulsoksimetrda yurak urishini. Har qancha vaqtda, agarda sizni hech narsa bezovta qilmasa, haftada bir qon bosim va yurak urish sonini o'lchab yuring. Agar qanaqadir shikoyatingiz bo'lsa, o'sha paytning o'zida qon bosim, yurak urishini o'lchab, shifokorga murojaat qiling va shifokorga ushbu ma'lumotlarni bering. Ya'ni meni mazam bo'lmaganda qon bosimi mana buncha edi, yurak urish soni mana buncha edi deb bersangiz, shifokorga siz ancha yordam bergan bo'lasiz, sizni to'g'ri tashxislab, to'g'ri davolanishni boshlashiga.